To'xta. O'ldirib yuborasan motorni. Sizlar mana shunaqa xato qilayotgan bo'lishinglar mumkin yoki-da motorni yuvaman deb qo'rqayotgan bo'lishinglar mumkin. Keling, men sizga bashani qanaqa yuvishni o'rgatib qo'yam. Samomoyka sharoitida motor yuvishni o'rganamiz. Faqat sizlardan bitta like. Birinchi o'rinda 10-15 minut motorni o'zini suvishini kutamiz. Esingizda tursin, qizib turgan motorga hech qachon karcher urib bo'lmaydi. Lifehack: yuvishdan oldin hamma qumlarni havo bilan o'chirib tashlasangiz, yuvishingiz ancha osonroq bo'ladi. Keyin обязательно kompyuterni paket bilan yopib qo'yish kerak. Ana endi qo'rqmasdan yuvsa bo'ladi. Faqat esingizda tursin, motorga hech qachon aktiv ximiya ishlatib bo'lmaydi. Faqat pena sepib, shotka bilan ishqalab chiqamiz. Yana bitta zo'r lifehack. Agar mamlaqa moy aralash nagarni ketkazolmayotgan bo'lsangiz, unda baklashkaga ozgina idish yuvadigan gel quyib, ozgina solyarka qo'shib yuboring. Keyin suv qo'shib, yaxshilab aralashtirib, sepadigan bilan nagarga sepib, ozgina kutib artib yuborsangiz, yengidek bo'ladi. Endi like bosmasangiz bo'lmaydi. Biz ozgina shoshilinchda motor sovishini kamroq kutdik. Sizlar yaxshilab sovitsanglar, bunaqa par kamroq chiqadi. Yuvib bo'lib, motorni yaxshilab quritish kerak. Suvini tezroq haydash uchun yana kompressordan foydalansanglar bo'ladi. Motorni uzoq vaqt yuvmasdan haydash mashinaga zarar